Assalomu alaykum. Chanoq son bo'g'imini endoprotezlash operatsiyasi o'tkazilgan bemorlarimizning deyarli barchasi va nihoyat bo'ldi, qutuldim, g'alaba qozondim. Bu kasallikdan, ya'ni koksartroz kasalligidan qutuldim deb o'ylashadi. Lekin bu unday emas. Bu operatsiya davomli boshlanishi xolos. Biz bu operatsiyani bajarganimizdan so'ng har bir bemorga individual yondoshib, operatsiyadan keyingi bir necha etapli reabilitatsiya jarayonlarini bemorlarimizga rejalashtirib, tushuntirib va kerakli mutaxassislarga yo'naltirib beramiz. Reabilitatsiya etaplariga bo'g'imni faol harakatlantiruvchi terapevtik jismoniy madaniyat vrachi, fizioterapevtik muolajalar vrachi, reabilitolog nazorati va agarda bemorlarimizda ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, nutrizolog nazorati rejalashtiriladi. Siz hozir o'ylashingiz mumkin, ortiqcha vaznda nima aloqasi bor deb. Ortiqcha vazn bu juda ko'p kasalliklarga olib keluvchi muhim omildir. Koksartroz kasalligi aniqlangan bemorlarimizning 85% ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlardir. Ortiqcha vaznga ega, kun davomida ko'p o'tiradigan insonlar, ya'ni kasb shuni talab qiladigan insonlar bo'lishi mumkin. Agarda sizda yoki yaqin insonlaringiz orasida shu koksartroz kasalligi yoki bo'lmasa uni endoprotezlash operatsiyalari bajarilgan holatlar bo'lgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni kuzatib boring. Keyingi videolarda koksartroz kasalligi borasida va bu kasallikni qancha vaqtliroq aniqlash mumkinligi borasida tushuncha berib o'tamiz.